Tezkor yangilik, ogoh bo'ling. Yurtimizga sovuq havo oqimi kirib kelmoqda. O'zgidromet 16-yanvarda qor yog'ishi kutilayotgan hududlarni e'lon qildi. O'zgidromet 16-yanvar juma kuni qor yog'ishi kutilayotgan hududlarni e'lon qildi. Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Kechqurun qorga aylanishi mumkin. Shamol g'arbdan 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi va kunduzi 6-8 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda biroz qor yog'ishi, tuman tushishi mumkin. Shamol g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2-7 daraja sovuq, kunduzi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Tuman tushishi mumkin. Shamol g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 15-20 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi va kunduzi 3-8 daraja iliq, kunduzi 0-5 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Tuman tushishi mumkin. Shamol g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 15-20 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi va kunduzi 3-8 daraja iliq, kunduzi 0-5 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Tuman tushishi mumkin. Shamol g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 15-20 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi va kunduzi 3-8 daraja iliq, kunduzi 0-5 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kunning ikkinchi yarmida ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor